Assalomu alaykum O'zbekiston xalqiga. Mana bugun smart televizorimizni kanalini terishni o'rganamiz. Televizorimizni yoqdik. Televizor feri TV turibdi. TV T2 ga qo'yamiz. Shundan ko'rsatadi, shundan bir kanal teramiz. Boshqa ichida T2 tuneri bor. Shundan kanal tersa bo'ladi. Hozir kanal ko'rsatmayapti. Endi nasrika kanaliga kiramizda nasrikaga kiramizda after nasrikaga kiramiz. Nasrikaga kirib olamizda, keyin shu e'tibor beringizlar, hozir 33 32 turibdi. Har bir chasada har bir raqam borku, 30 bor, 18 20 bor. Mana signal chiqdi, hozir 21 ga bizdan 21 dan oladi. Shunda 100 pastda 60 chiqdi-ku, shunda signal chiqsa, tersangiz antenna chiqadi. Signal navbatda chiqmasa, kanal terib bo'lmaydi. Shunga e'tibor berasizlar. Har bir, masalan, to 5 dan to 60 gacha raqam bor. Har bir chastotada har xil viloyatning, har mahallaning televizorga antennaning kanali bor. Masalan, shu signalni topib qilsangiz ko'rsatadi. Mana kanal terildi. Ko'rsatdi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib ketingizlar. To'liq video qilib, tushunarli qilib, yana video qilishga harakat qilaman. Videoni ko'rganingiz uchun hammaga rahmat.